Hech Instagram Reels ko'rib o'tirgan vaqtingizda shunaqa videolar oldingizdan kelganmi? Mana shu frazani ishlatsang, IELTS speakingdan 8 olasan. Yoki mana shu structure senga aniq 8 olib beradi speakingdan. Tasavvur qilaylikda, agarda shunaqa structure bo'lganida yoki shunaqa fraza bo'lganida, hamma 8 olgan bo'lardi. Shuni bilib olardi, hamma 8 olib chiqardi. Agar bitta fraza yoki bitta grammar structure bilan 8 olib bo'lganda. Shuning uchun salgina o'ylashimiz kerak va bu narsa sizga counter effect qiladi. Ya'ni balingizni increase qilishga emas, balki pasaytirishga xizmat ko'rsatadi. Nimaga? Chunki ularni natural ishlata olmaysiz, examiner shubhalanib boshlaydi va boshqa joyda boshqacha strukturani, oddiy struktura ishlatib turib, u strukturani ishlatsangiz juda ham g'alati bo'lib qoladi. Speaking bu albatta tabiiylikni va confidence-ni talab etadigan skilllardan biri hisoblanadi. Siz ham shunaqa videolar ko'rganmisiz? Kommentariyada yozib qoldiring.